Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Hamma so'rovchilarga moxilxin qanday tayyorlanadi, moxilxinni qanday kukun holda keltiramiz, qanday choy qilib ichamiz deganlarga mana ke bugun o'zimiz qilib video olmoqdamiz. Mana shuni kukun holda keltirasizlar. Keyin mana bu donaki hosil. Bizning donakimiz sal ezilibroq ketdi. Bu donakini ishlatmaysiz. Mana bunday puslog'i bo'lsa, puslog'ini choyga solib damlab olsangiz bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Keyin mana kukun holda keltirganimiz. Mana shunday kukun holda keltirasizda, bitta moxilxinni solasiz. Bitta moxilxinni solgandan keyin ustidan qaynagan suv solib damlaysiz. Mana puslog'ini bemalol solib ishlataversangiz bo'ladi. Bu qoladi tagida baribir. Lekin danakini iloji boricha sindirmay olishga harakat qilingda. Buni niyat qilib tozroq joyga olib qo'ysangiz, nasib bo'lsa farzandli bo'lganingizdan keyin beshikchasini tagiga qo'ysangiz ham bo'ladi. Bemalol. Hajdan kelayotgan bu toza mahsulot. Обязательно tahorat qilib ichasizlar.